birovni ko'rsin emas, birovga yaxshi bo'lish emas. Faqat qalbimizga Allohni lam sulg'an vaqtimizda, qimmat qarashimizni Allohning rozi bo'ldigan, Allohningki qo'ygan prinsip ustiga lam qo'ygan vaqtimizda, xalq nim deb qolar degan bu butni qalbimizni chaqalgan vaqtimizda musulmonlikdan mo'minlikka qandoq o'laymiz? Buning bir qancha sabablari bor yuqori o'lashninki. Birinchisi bo'lsa, unda iymon darajasiga o'lgandan keyin ihson darajasiga qandoq o'laymiz? Assalamu alaykum qarindoshlar. Hammaga xush keldinglar. Biz bugun Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hadislaridan tanlangan 40 hadisninki 2-hadisini o'qiymiz. Sizlar Ummul Kitob, ya'ni Qur'onning javhiri degan surani bilamsizlar. 114 surasidagi qaysi Qur'onning javhiri deb ataldi? Sura Fatiha shunday-ku. Endi Ummu Sunna, hadisning javhiri degan hadisni bilamsizlar. Qarsqa deb atamsa yo bilib deb atamsa? Ummu Sunna, hadis javhiri deb atalgan hadis qaysi? Ana shu hadisning javhiri deb atalgan hadisni o'qiymiz. Shundaqla islom degan nima? Iymon degan nima? Ihson degan nima? Biz ko'p anglagan savollar, lekin buning nima ekanligini ko'pincha bilmaymiz. Va shundaqla bilsakmi umumiy shaklda bilamiz. Islom bilan iymonning farqi nima? Iymon bilan ihsonning farqi nima? Bularni bilmaymiz. Mana bugun o'qiydigan bir hadisimiz islom degan nima, iymon degan nima, ihson degan nima? Bularning hammasiga tushuncha beradi. Shuning uchun bugungi hadisimiz nihayat muhim. Onda bo'lsa biz hadisimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ana Umar radhiyallohu ta'ala anhu qol. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu naql qilib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq dedi. Baynama nahnu julusun 'inda Rasulillahi zata yawmin. Biz bir kunisi Rasulullohning qishida o'tirib ittala alayna rajulun shadidu bayad thiyab. Oq kiyingan, chechi qop-qora. Uningda hech qanday bir safarning ta'siri ko'rilmaydigan va shundaqla uni oramizda hech kim tunmaydigan bir notunish kishi qishimizga keldi. Biz Rasulullohning qishida o'tirayotgan vaqtimizda. Va shundaqla u kishi Rasulullohning qishiga kelib, ikki tizni Rasulullohning tiziga yulidi. Yukinib o'tirgan deymiz-ku biz. Yukinib o'tirgan holatda Rasulullohning tiziga yulidi. Ondan keyin ikki qo'lni Rasulullohning tiziga qo'ydi. Ondan keyin ya Muhammad akhbirni anil islam. Ey Muhammad, islom degan nima? Menga so'zlab ber dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ig'izdan islom degan nima degan bu savolning javobini tunda anglaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom al-islamu an tashhada an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. İslam deganimiz birinchidan Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berishing va tuqimus salat, namoz o'qishing, zakot berishing, ro'za tutishing, qodir bo'lsang haj qilishing, mana bu islom dedi. Qol sadaqta. Bu savol so'rgan kishi rost aytding dedi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu va yusaddiquhu. Sahobalar deydi, o'zi savol so'raydi, javob bersa, to'g'ri aytding deb tasdiqlaydi. Bundan biz hayron qoldik deydi. Chunki savolni bilmagan odam so'raydi. O xuddi bilib turib, so'rgandan keyin biz bundan hayron qoldik deydi. Fa'akhbirni anil iman. Men iymon haqida so'zlab ber. Iymon degan nima dedi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir va tu'mina bil qadri khayrihi va sharrihi. Iymon degan Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, kitoblarga ishonish, elchilarga ishonish, qiyomat kunga ishonish va bütün yomonlik va yaxshilikninki Allohning taqdiri bilan bo'lganligiga ishonishdir. Mana bu iymon dedi. Demak Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom iymonning tushuntirilishini bizga so'zlab berdi. Qol sadaqta. Ondan keyin bu odam rost aytding dedi. Ondan keyin bu odam yana fa'akhbirni anil ihson. Ihson haqida so'zlab ber. Ihson degan nima dedi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom an ta'budalloha ka'annaka tara. Allohni ko'rgandek ibodat qilish. Namoz o'qiganda bo'lsin, ro'za tutganda bo'lsin, Alloh har vaqt meni ko'rib turadi degan mushu sagaklik bilan ibodat qilishing, garisidan Allohni ko'rmasang, o'sini ko'radi. Mana mush tuyg'udan ibodat qilishing bu ihson dedi. Qol fa'akhbirni anis sa'a. Ondan keyin bu odam yana so'radi. Qiyomat haqida menga so'zlab ber. Qiyomat qachon dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. So'ralg'uvchi so'g'uvchidan bak bilmaydi bu masalani dedi. Yani siz yaxshi bilasiz dedi. Bu odam dediki, "Fa'akhbirni an amaratiha." Unda qo'sman qiyomatning alomatlarini so'zlab ber. Qiyomat yuz berishidan burun yuz beradigan alomatlarni so'zlab ber dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom an talidal amatu rabbataha. Bir dedak qiyomat bo'lishidan ilgari o'zining xo'jayini tug'di deydi. Ya'ni bir ayol kishi o'zining xo'jayini tug'di deydi. Biz buni tuvanni shaylaymiz ha. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a ashya. Yalang'och, namrat, podichi kishilarningki binoni egiz silishda beslashganligini ko'rasan deydi. Ondan keyin u odam ketib qoldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" So'g'uchining kim ekanligini bilamiz ey Umar. Ma odam kim tunimsa dedi. Umar radhiyallohu anhu, "Allohu va rasuluhu a'lam." Bilmayman, Alloh va Allohning elchisi yaxshi biladi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum." U Jibril sizlarga dininglarni o'rgatib qo'yish uchun keldi dedi. Qaraydigan bo'lsak, yuqorida bu kishi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan so'rab, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deb, undan keyin bu kishi tasdiqlagan ishlarning hammasi bizning dinimiz ekan. Bu dinimizni Jibril alayhisalom o'rgatib qo'yish uchun keldi. Ya'ni Jibril alayhisalom so'rgan islom, iymon, ihson bu uchi islomning 3 darajasi. Eng yuqori martabasi ihson, uningdan tövünkisi iymon, uningdan tövünkisi
islom. Qarab bakadigan bo'lsak, oldi bilan bu hadisda birinchi bo'lib bir ilm og'uchininki axloqi bayon qilinadi. Masalan, Jibril alayhissalom 5 ta so'g'ish sifatida keldi shundaqmi? Qanday oldi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning oldida yukinib o'ltadi, tizini yulab o'ltadi. Ya'ni bir xil bunda kamtarlik bor. Demek ilim ağacı mana bu şekil oturuş gerek. İkinci kılıp bu hadis İslam'ın nima ekanligini tushuntirgan. Qarab bakadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom islomni nima deb tushuntirdi? La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb shahodat berishing, ya'ni shahodat aytishing, undan keyin namoz o'qishing, zakot berishing, ro'za tutishing, qodir bo'lsang haj qilishing dedi. Bu ishlarning hammasi tashqi amallar. Shundaqmi? Tashqi amallar. Bir odam la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh desa, garchi iymoni qattiq ojiz bo'lsa-mu, namoz o'qisa, zakot bersa, ro'za tutsa, haj qilsa, u odam musulmon. Ya'ni bir odam sirtqi amallarni qilish bilan bir odam musulmon bo'ladi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan iymon haqida so'zlab bergandigan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom iymonni tushuntirib, iymonning 6 asosini so'zlab berdi. Ya'ni bizda iymon bor deyish uchun bir odam chuqur 6 narsaga shaksiz ishonishi kerak. Allohning bor ekanligiga, shundaqla yakki ekanligiga, shundaqla ibodat qilish loyiq zot ekanligiga, ikkinchidan farishtalarga ishonish, uchinchidan kitoblarga ishonish, to'rtinchidan elchilarga ishonish, beshinchidan yaxshilik va yomonlikning Allohning taqdir bilan bo'lganligiga ishonish, oltinchisi qiyomat kuniga ishonish. Onda bo'lsa yuqoridagi 6 iymon deymiz. Ya'ni iymonning 6 asosiga ishonish qanday bo'ladi? Qanday bo'lsa ishongan bo'ladi? Qanday bo'lsa bir odam iymon bo'lgan bo'ladi? Iymon deganimiz oldidan bir odamning qalbida onun qarta to'liq ishonchdan tepishi, ondan keyin uni tillarni so'zlash, ondan keyin amal qilish. Ya'ni so'zligiga amal qilish. Bu 3 narsa bilan bir odam iymon shakllanadi. Bir odam qalbida ishonadi, ya'ni Allohning bor ekaniga ishondi. Ammo ig'izda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb tasdiqlamasa, ig'izda iqror qilmasa, musulmon bo'lolmaydi. Xuddi kimga o'xshash? Abu Talibga o'xshash. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning tog'asi Abu Talib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam elib kelgan dinning haqiqiy din ekaniga ishonadi. Lekin tilda iqror qilmagan. Oxir iqror qilib qolgan vaqtimi, mushriklar kelgan vaqtda tilda qanday qilmagan? Iqror qilmagan. Ammo bir odam qalbida ishonmay turib, ig'izda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh desa, iymon bo'lgan bo'lamdi? Yo'q. Chunki bu munofiqning iymoni. Munofiqlik qalbida ishonmaydi, ig'izda la ilaha illalloh deydi. Ammo bir odam qalbida ishonadi, ig'izda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb tasdiqlaydi, ammo amal qilmasa shu. Namoz o'qimasa yoki namozga xususlik qilsa, men ishonaman degan Allohning buyruqlariga amal qilmasa, cheklagan narsalardan yanmasa, bu odam iymon bo'lamdi? Bu odamning iymoni komil bo'lmaydi. Agar inkor qilib qolsa shu buyruqqa ishlarni, bu vaqtda mutlaq iymon bo'lmaydi. Demak, iymon qalbida chin ishonish, tilda iqror qilish va amalda amal qilish bilan bo'ladi deymiz. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ihsonni tushuntirib, nima deydi ihsonni? Anta'budalloha ka'annaka tara. Xuddi sen Allohni ko'rgandek ibodat qilish. Bu islom dinining eng yuqori darajasi. Bir odam oldidan qalbida ozroq bo'lsin bir iymon paydo bo'lgan vaqtda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deydi. Namoz o'qiydi, zakot beradi, ro'za qiladi, ondan keyin haj qiladi. Bu odam musulmon bo'lgan bo'ladi. Ondan keyin Allohga, kitoblariga, farishtalarga, elchilariga, qazo qadariga, oxirat kuniga rasmiy ishongan vaqtida, ondan keyin bu odam nima bo'ladi? Mu'min bo'ladi. Bu yana taraqqiy qilib, texnik yuqori o'rlagan vaqtida bu odam muhsin bo'ladi. Ya'ni ihson darajasiga ko'taradi. O'qigan namozlarda, bergan zakotlarda, tutgan ro'zalarda, qilgan hajlarning hammasida xuddi Allohni ko'rgandek ibodat qiladi. Bu islom dinimizningki eng yuqori martabasi. Demak, qarab bakadigan bo'lsak, bu hadis islomning 3 darajasini bayon qilgan. Birinchi darajasi, ya'ni eng tuan darajasi islom. Bir odam qalbi amin tepib yoki iymon etishga ozroq bir sabab topdi. Garchi iymonni cho'nqur tushunmasa-mu, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh dedi. Bu odam musulmon. Namoz o'qidi, musulmon. Ammo rasmiy tushundi. Iymonni to'liq qaror topdi. Odam mümin. Ondan keyin Allohni har vaqt o'zining qishni qarab turgandek, ko'rib turgandek mushtiyg'ini o'zida paydo qilgan bo'lsa, u odam muhsin. Old bilan bir odam islom ishidan kiradi ekan, ondan keyin iymon darajasiga o'rlaydi ekan, ondan keyin ihson darajasiga o'rlaydi ekan. Qanday qilib bu darajada o'rlayamiz? Hozir biz o'zimizning iymonni bir tekshirib baqdik. Biz islom darajasida ekanmiz, musulmon ekanmiz hozir. Mu'min darajasiga o'rlanmayaptik. Muhsinga xili bor ekan. Unda bo'lsa islomdan, ya'ni musulmonlikdan mu'minlikka qanday o'rlaymiz? Buning bir qancha sabablari bor yuqori o'rlashninki. Birinchisi bo'lsa ilm elish va tushunish. Biz musulmon bo'ldik shundaq. Musulmon bo'ldik degandan keyin bu islom dinini bilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, Qur'onni o'rganishimiz kerak, hadisni o'rganishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak, Allohning ismlarini o'rganishimiz kerak. Bu shunday qilgan vaqtimizda biz islom darajasidan iymon darajasiga o'rlay olamiz. Va shundaqla ikkinchi qilib biz ibodatlarimizni texnik cho'nqurlashtirsak, nafli ibodatlarni ko'p qilsak. Masalan, musulmon degan namoz o'qish shundaq, sunnatni o'qidi, nafli namozni ko'p o'qidi, tahajjud o'qidi. Ibodatga texnik ahamiyat bergan vaqtida bu odam islom darajasidan mu'min darajasiga o'rlashga texnik yaqinlashgan bo'ladi. Uchinchi qilib yaxshi kishilar bilan aralashsa bu odam. Ya'ni o'zi bir musulmon ekan, ammo qalbidagi iymon komil emas ekan. La ilaha illalloh deguvchak iymon bor ekan, namoz o'quvchak iymon bor ekan, ammo komil emas ekan. Qanday qilish kerak? Uchinchi qilib yaxshi kishilar bilan do'st bo'lish kerak. Chunki yaxshi kishilar insonga ta'sir qiladi. Demak, mushu va onun boshqa dars tanishlash, ya'ni islomni o'rganish orqali inson musulmonlik darajasidan mu'minlik darajasiga o'rlaydi. Chunki bir odamningki iymoni haqiqiy mukammal bo'lib, eng taqvodor bo'lishi xil jarayon talab qiladigan ish. Bir odam musulmon bo'lgandan keyin eng taqvo bo'lib ketmaydi. U hayotida nurg'un ishlarga uchraydi. Alloh subhanahu va taolo unga nurg'un ishlardan ibrat beradi, dars beradi. Inson o'rganishni to'xtatmasa, tafakkur qilishni to'xtatmasa, to'g'ri yo'lni izlashni to'xtatmasa, Alloh subhanahu va taolo u odamning iymonini texnik kuchlantiradi. Islom darajasidan iymon darajasiga o'rlaydi.
Şu Kur'an-ı Kerim'den bağlı mesela Araplar haletli arabu amenne. Biz mümin olduk degan vaqtda Allah Taala dedi: "Qul lam tu'minu velakin qulu aslamna." Sizlar iymon darajasiga o'lmadinglar, sizlar musulmon bo'ldinglar. Demak, islom bizningki eng tuvan darajamiz. Ya'ni bizning ismimizni islomning nufs dafteriga oldirishga yetadigan bir darajada. Undan keyin iymon darajasi bu qalbimizda iymon haqiqiy bir o'rin tepib, ba'zi bir dinsizlik shavqinlariga uchramaydigan holatga kelgan vaqtida, ya'ni birisi dinsizlik shavqini bizning qishimiz ko'tarib kelsa, uni raddiyalaydigan mushahalat kelgan vaqtida, undan keyin bizda iymon bo'lgan bo'ladi. Unda o'z iymon darajasiga o'rgangandan keyin ihson darajasiga qanday o'ylaymiz? Ihson darajasiga o'ylash eng yuqori bir martaba. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga bu ihson darajasini muyassar qilsin. Ihson darajasiga o'ylashning birinchi yo'li nima desam, ixlos. Qilgan har bir ibodatimizda faqat va faqat Allohning roziligini ko'zlash. Mayl namoz o'qiylik, mayl o'qiylik, mayl qanday bir yaxshi qilaylik, birovni ko'sin emas. Birovga yaxshi bo'lish uchun emas. Faqat qalbimizga Allohni lam sulg'an vaqtimizda, xah nim deb qoladigan bu butni qalbimizning chaqalgan vaqtimizda, xoliq nim deb qoladigan bu narsani qalbimizga qo'yilgan vaqtimizda Ondan keyin biz ihson darajasiga o'rganamiz. Shuning uchun bu vaqtda qilamiz, ixlos haqida izlanamiz. Ixlos degan nima? Bu vaqtda bizlar so'zliq masalan, qanday qilib ixlosimizni yetildiramiz? Ixlosimizni zidlaydigan narsa nima? Bu narsalarni yiroqqa chiqish orqali o'zimizda ixlosimizni mukammal qila olsak va mukammal qilishga tirishsak, ondan keyin biz ihson darajasiga o'rganamiz. Bu masala, ya'ni ihson darajasiga o'rlash olsun va ixlosimizni to'liq qilish masalasi olsun. Bir qatim yetib qo'ysak, jim turadigan masala emas. Chunki insonda nafsi var ya, şeytan baya. Siz ihsan deresiga shunda o'ldingmi? Shunda yaxshi do'stdan ayrilsanglar, ilmdan ayrilsanglar, darsdan ayrilsanglar, tabliğdan ayrilsanglar, sizlar darajanglar ihsan darajasi bo'lsa-mu, mu'min darajasiga tushadi. Ondan keyin sizlar bu to'y qo'yib meni versanglar, iymon darajasidan islom darajasiga tushasizlar. Undan keyin islom darajasidan inson fosiqlashadi, ondan keyin tuymay dindan chiqib ketadi. Şu an insan her vakit özlem mücadele qilish kerak. Bulup mu ihlasını muhafaza qilishda, ihson darajasiga o'lashda davomli tirishchilik ko'rsatish kerak. Buning uchun bay deganda qalbimizdan xahnim deb qala. Xah undaq qilyotdi deydigan qalbimizningki boshqalarga, insonlarga bog'lanib qolishidan qattiq saqlanishimiz kerak va buni qalbimizdan tozalashimiz kerak. Biz ixlosning nima ekanligini tushuntirib bo'ldik-ku. Ixlos degan nima? Qalbimizni insonlarningki mulohizdan tozalash. Bu ixlos. Faqat va faqat Alloh rozi bo'ldimi, yetar deydigan musholat kelish. Biz musholat kelarsak ihson darajasiga yaqinlashgan bo'lamiz. İkinci olab muraqiba deydi. Her vakit Allah'ın kuzatib turadiganligini his qilishdan iborat bu tuyg'uni o'zimizda barpo qilish. Nima orqali? Zikr orqali. Zikrni ko'p aytgan vaqtimizda og'zimizdan nima ko'p chiqsa insonga shu jiq aslanadi. Aslangandan keyin Alloh subhanahu va taolaninki bizni doim kuzatib turadiganligi texmi yaqin bo'ldi. Undan boshqa masalan ko'pincha oilada yiroqlab ketdik. Masalan oilamizni her xil narsalar bilan bizaymiz shunda o tamlarni. Ammo Alloh, Muhammad va shunga o'xshagan Allohni eslatadigan Ka'ba bundaq narsalarni ko'p asmaymiz hozir tamlarimiz. Buning foydasi va uylarni islomiy bizaklar bilan bizash. Allah degan xatni chaplash masalan. Bu narsalar insonning qalbiga Allohni eslatadi, doim Allohning ko'rib turganligini bizga eslatadi. Ya'ni o'zimizda muroqiba, Allohning nazoratini bizda yetildirishga foydasi bor. Demak, ihson deganimiz mana shunday Allohning har vaqt bizni ko'rib turganligini o'zimizda o'zlashtirish. Ya'ni ihson degan aslida mayl ibodat olsun, hamma ishni eng yuqori pallaga voyaga yetkazib qilish ihson. Islomning darajasida ihson deganimiz ibodatni voyaga yetkazib eng yuqori ravishda ado qilish ihson bo'ladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhi vasallam degan: "Innalloha kataba ala kulli shay'in ihson." Alloh taolo har bir narsaga ihsonni farz qildi deydi. Ihson degan nima edi? Voyaga yetkazib qilish. Shunga va idza zabahtum fahsinu zibha. Agar sizlar bir narsa o'ltirsanglar, o'ltirishni ihson bilan qilinglar deydi. Voyaga yetkazib. Uni tushuntirib Rasululloh pichoqni itib qilinglar, molni qiynamanglar deydi. Ya'ni har qanday bir ishni voyaga yetkazib qilish ihson bo'ladi. Ma dinning darajasiga kelgan vaqtda ibodatni eng yuqori martabada eng voyaga yetkazib qilish bu ihson bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ihson darajasiga yetkazsin. Ondan keyin bu hadisning oxirida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan Jibril alayhisolam so'radi. "Faxbirni anis-sa'a." Qiyomat haqida so'zlab bergan dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam so'g'uchi, mas'ullig'ini yaxshiroq biladi bu masalani dedi. Ondan keyin alomatni so'zlab bergan degan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam "Antalidal amatu robbataha." Bir dedak o'zining xo'jayini tug'di dedi. Bu nima degan gap? Ya'ni bir ona bir farzandni tug'di, beqib cho'ng qiladi. Ondan keyin u bola onasiga xo'jayin bo'ladi degan gap. Osiylik qilish bilan, gapini anglamaslik bilan, onasini qiynashi bilan, uning besim selishi bilan xuddi xo'jayindek onasini malay qilib ishlatadi deydi. Shuning uchun yoshlar bu vaqtda diqqat qilish kerak. Siz onangizning xizmatchisimi yoki onangiz sizning xizmatchisimi? Kiyimingiz yo'qsizlab qolsa, tomoq joy pishmasa onangizga xafa bo'lamsiz. Bu vaqtda o'yinish kerak. Agar shunday qolib qolsa, bizda qiyomatning bu yomon alomatidan birisi ko'ringan bo'ladi. Bundan saqlanishimiz kerak. Amaliyotda qarab qo'yadigan bo'lsak, bizning jamiyatimizda bugungi kunda bu ahvol yo'q emas. Nurg'un bolalar ota-onasini o'zining molidek ishiltirdi. Bu qiyomatning bir alomati. Bundan qattiq saqlanishimiz kerak. Ikkinchi alomati payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam deb bergan faqir podachilarningki egiz binolarni silishda baslishi. Qarab boqalar. Hazır. Mesela bir Arab davlatı hammamiz bilamiz. Binani şekil chiqarib silishda mashhur. 30-40 yillik tarixga qarab boqadigan bo'lsak, podachilar bular. Yalangoyoq kishilar bular. Aynan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hadisda deganga o'xshash yalangoyoq podachi kishilar. Endi bugungi kunda muna oy shaklda, har xil shaklda bino silishda baslishyapti. Bu nimaning alomati? Qiyomatning alomati. Bu nimani bildiradi? Bugungi kunimizdagi qiyomatga nihoyat yaqinlab qolganligini bildiradi. Xo'sh, unda bo'lsa bizning bugungi darsimiz o'sha yerda oxirlashdi.
محمد رسول